Assalomu alaykum. Biz xalqaro tibbiyot apparaturalari ko'rgazmasida turibmiz. Bu yerda o'zi apparatlar turibdi. O'zi apparatlar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mutaxassisimiz o'zi apparatlar bo'yicha ma'lumot beradi. Assalomu alaykum. Mening ismim Shahzod, Bior kompaniyasidan injenerman. Bu ko'rib turgan apparatinglar portativ uzi hisoblanadi. Bunda asosan o'sha tez yordam nimalarda bo'lishiga, ko'tarib yurishiga qulayligi uchun portativ hisoblanadi. Bunda alohida teleshka ham nimani o'zi ham mavjud. Bunda ikkita aktivniy datchik port hisoblanadi. Orqasida konveks va lineyniy datchiklar hisoblanadi. Bundan keyingi modelimiz Winno E10 apparati. Bu statsionar apparatlarimizni boshlang'ich A klass hisoblanadi. Bundan keyingisi Winno E35. Bularning har bittasi kanal poddashka qilishi bilan farq qiladi. Misol uchun bu 48 kanal poddashka qilsa, bu 64, 70, 72 kanal. Undan keyingisi ekspert klass apparat hisoblanadi. Bunda 256 kanalgacha datchiklarni poddashka qilish xususiyati bor. Bu apparatlar zamonaviylar sun'iy intellekt yordamida ishlaydimi? Albatta ishlaydi. Mana oxirgi ekspert klass apparatimizda sun'iy intellekt mavjud. Buni ko'rishingiz mumkin. Bu o'zi avtomatik o'lchab, razmerlari, misol uchun yurakdagi o'zgarishlar hammasini o'zi o'lchab ko'rsatib beradi bizga. Mana hozirgi rasmlari bor, ko'rsatib beraman. Bu mana ko'rishingiz mumkin. Bu o'sha abdomen sohasida maxsus nima bo'lganini o'zi apparatni o'zi o'lchab, razmerlarigacha ko'rsatib chiqarib beradi bizga. Buni sotib olgan odamlarga bu garantiyasi qancha vaqt beriladi? 1 yil garantiya va o'sha 1 yil davomida apparat qanaqadir texnik tomonlama nima chiqsa, o'sha 1 yil davomida garantiya hal qilib beramiz. Servis, hamma narsamiz bor. Misol uchun apparat sotib oldingiz, ba'zi apparatlar shunaqa servis life deydi. Bizda servis life 10 yil. Misol uchun o'sha hozir oxirgi chiqqan pokoleniyangizda 10 yil davomida sizga zapchast maxsus o'sha kerakli qismlarni yetkazib bera olamiz. Rahmat sizga.